Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, yana bir ish o'z yakuniga yetdi. Bu yerda manzara Andijon viloyati Bo'z tumani Yakkatol qishlog'i. Bu yerga 4 dona hop 1.25 ga, bo'yi 1.65 romanmatik zalatoy deb aynalari 2 qavat, ikkovi ham oq, o'rtasi shatlangi guli bilan. O'rtasi ochiladi, oynasi 2 qavat. Bitta romamiz. Romamiz mana bu ham xuddi shunaqa razmerda 1.25 ga 1.65 o'rtasi ochiladi, yana 2 qavat. Bu narxi 4 ta romning narxi 8 million so'm bo'lgan. U rom, mana bu rom, mana bu yerda 2 ta rom. Bularning razmeri bir xil. 1.25 ga, bunisi ham xuddi shunaqa. O'rtasi ochiladi. Ichkaridan ko'rinishi. Eshiklarni biz qilganimiz yo'q. Xo'p, hamma eshikka o'rtaga kucha qo'yilgan. Ko'rinish, qanday ko'rinasiz? Oynalar 2 qavat. Xo'p. Eshiklarni biz qilganimiz yo'q, lekin chiroyli chiqibdi. Shu 4 ta romni 4 millionga olib kelib qo'yib beryapmiz. Andijon viloyati Ulug'nor tumani, Bo'z tumani Yakkatol qishlog'iga bu. WhatsApp, imo, Telegram nomeri bor. Telegram nomeri yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.